Assalomu alaykum. Sabah ovozliq asarlari kanaliga hoş geldiniz. Kanalımızda Qaynam örkişi, Çalı tekkan o'q, Manas daryosidan qaytish, Anjambay, Sarson ruh, Qanliq iz, Qanliq edir, Turma xotirlari mahbus ruhlar, tarixiy tazkira asar Ediqut o'g'lonlari Mo'ytilar jamiyati, G'ini Batur, Eli to'lqinlari qatorliq romanlar, Sabit Damolamning qisqacha tarjimali, Xo'janiyoz hojining ish faoliyatlari, shoir Toyir Talib bilan Ro'zi Saidning mushoirasi, Abdurim O'tkirning Tova deyman Tova nomli she'ri qatorliq asarlar bor. Asarlarimizni yoqtirib anglashingizni qarshi olamiz. Asarlarimizni boshqa to'plarga va do'stlarga tavsiya qilib qo'ying. Rahmat. Endi anglaydiganlar Şinjan Xalq Nashriyati 2000-yili 1-oydan nashr qilgan roman Eli Dolqonlari. Avtori Abdurahmon Qahar. 2-qism 6-bob. Davomi. Ularning yo'liga qarab turganlar yiroqdan 5 otliqning kelayotganligini ko'rdi. To'liq 5 otliq. Yuraklar tindi. Ansirash putdi. Rayhon eng oldida kelayotgan nodamni tonib, qo'lini ko'ksiga qo'yib oldi. Ular kelmagan sari har xil o'y-xiyollar ularning yurak bag'rini mujg'an, hatto ig'ir qayg'uliq oqibatlarni ko'z oldiga keltirgan edi. Ularning yiroqdan birdilla ko'rinishi xuddi qop-qorong'u kechida tog' kaynidan to'lin oy o'rlab chiqib, atrofni yoritib go'zal tusga kirgizayotgandek qiz qalbida ajoyib nozik tuyg'ularni paydo qildi. U xushalligida ularning yo'liga taqozo bo'lib turgan polik komandiriga xabar elib kirishni o'ylagan bo'lsa-mu, nemishqidir ularning yetib kelishini kutib turib qoldi. Razvedkachilar shundoq tiz chepib keldi-da, otlaridan erg'ib tushdi. Nodam hurmat qadam bilan Anvarning oldiga kelib, o'ng qo'lini cheksiga ilib, "Yo'ldosh batalyon komandiri, polik topshirgan vazifani to'liq ado qildik. Dushmanning mudofiyalanishidan xaritimo sizib keldik", dedi. "Rahat", dedi Anvar hayajonlanib. "Yaraysizlar, sizlar yurishimizning yo'lini ochdinglar. Sizlar xuddi qarg'uning ko'zini ochgandek ish qildinglar. Şuna sizlarni qismimizning ko'zi deymiz-da." Nodam sizib kelgan xaritini Anvarga uzatdi. U xaritini ichib ko'z yugurtishga boshladi. Bir nechisi yondan xaritiga bo'ynini so'zib qarashdi. "Vazifani ado qilib kelganlarga qo'g'in ilib qo'ydik", dedi Rayhon hayajondan o'zini bosolmay. "Ta'liyinglar bo'lsa tatliq chiqadi." Bir jangchi ko'zini qisib, "Sizning qo'lingiz tekkandan keyin tatliq chiqadi-da", dedi. "Men tutib qo'yganga tatliq bo'lib qolsalar, hamma qo'g'ini tutib chiqay. Bizmi quruq kelmadik", dedi Jamoliddin kulimsirab. "Qo'limizga qarab qolmasin deb mana shaptul uzumlarni ilib keldik." U shaptul uzumlarni jangchilarning oldiga to'kdi. "Xili ovqat qipsizlar-da. Ha, birimiz hammol, birimiz baqqol bo'ldik." Anvar Nodamga qarab, "Qani, jur, Nizomiddin kamning oldiga kirayli. Xaritangni tushuntirib bergin." Qo'g'in tilayotgan jangchi vaqiradi. "To'xta, Nodam, Rayhonning qo'g'indan yemsang armonda qolasan. Mana bir tilim." Anvar kuldi. "Rost, nekam saqlig'ili." Rayhon qizirib ketdi. "Men Nodamga saqlamadim, hammasiga saqladim." Mundaq gaplar Varisjonning tishiga musht urgandek anglanatdi. U hozir Rayhonga qiladigan siyliq sipo gaplardan kechgan. Xilidan beri qizga qiricha, yenicha tegadigan bo'lib qolgan. Nodamning Rayhonga atab akelgan shaptullardi bu. Rayhonning tamaxurligini Nodami biladi-da. Nodamning qora ko'zlari yenib, qisqa qoshlari tik-tik bo'lib ketdi. U bir nima deydigicha yuziga nafrat uchqunlari yeyilgan Rayhon. "Tama qilsam-mu Nodamdan tama qildim. Nodamga saqlagan qo'g'inimni yevatqaningizga hayronman", dedi zarda bilan. Qizning nomuschanligini ochiqi kesgan edi. "Yo'g'on odamga saqlabsiz", dedi Gayet judun bilan. "Nomusdanmi azroq saqlasangiz-chu." Varisjon qo'lidagi shapaqni pirqirtib tashlavatdi-da, neri ketdi. "Viyey, mavi Gayetkamning gapini." Rayhonmu, boshqalarmu Gayetning bo'randek gurkirab aytgan so'ziga hayron bo'lib qilishdi. "Voy, nimanchilar gurkiraysan, Gayetka?" dedi Botir G'ozi kulimsirab. "Mushundoq gurkirab urush qilyapman. Qo'lingdan kelsa senmi qilishmamsan? Bizg'u chirqirab qilyapmiz, ammo bugun sening sovuqing eshib qopti-da." "Ha, hamma nima eshivyotidi. Ko'zing qiziryapamdi?"
Jo'r, dedi batalyon komandiri Anvar Gayitqa qarabla qalgan nadamga. Bugun mijozi qo'danshi qapti-g'o buni. Batalyon komandiri nadamni boshlab razvedkachilarni to'rt ko'zi bilan kutayotgan polik shtabiga mangdi. Gayitning bulutliq osmondek birdilla o'zgargan ruhiy holati, torong gaplari jangchilarga g'alati tuyuldi. Batir G'azi yana kulimsirab, "Sizlar gaplarni qilasan, o Gayitga, tushing buzilmagandi?" dedi. Har qaysingning niyati buzilgandi. Men baturlik qilib komandir bo'lgan. Langshani kim olgan? Arambog'ni-chu. Bosh saqchida gomindangchilarni sayning teshida yotqizayotgan kim? Yinjuxuda dushman qo'lidan saq keladigan kim? Shu chaqda qanday holat edim? Batur biz, shuhrati senlarning. Uning ko'zlari yinib, butun a'zoyi badani titrab ketgan edi. Batir G'azningmi chiroyidagi tabassum yetdi. "Ey, Gayitga, sen g'ini Baturmi? Senmi Batur, lekin qaysi Batur yolg'iz shahar olgan? Unchalik kutsab ketma. Ang bo'lmasa, mening qismim olgan. Jangni jangchilar qiladi. Jangchilaring bilan Batursan. G'ini Baturmi bo'rtila, arshanglarni partizanlar bilan olgan. Ya undaq emasmi? Bu gaplarni qo'yg'ina. Jura Rayhonning qo'li tekkan qo'g'indi yeymiz. Ya shapaq yamsan." Gayit Bek Muhammad degan Tatar bayning jang'isida yiliqchi bo'lib ishlagan chig'ida singib qolgan Mo'zayit degan laqam jangchilarning yodiga kelib paraqlab kulib ketishdi. Ammo qo'pol, lekin oq ko'ngil dehqon komandirining bugun nimishqa ko'pib ketganligi hammaning ko'ngilda tepishmoq bo'lib qoldi. Polik komandiri Nizomiddin Nadamning ma'lumotini anglagandan keyin sizib kelgan xaritasini uzoq ko'rdi. Xaritadagi belgilarga munosabatlik izohatlarni angladi. Uning ko'z oldida yangi urush maydoni gavdalandi. Anvar bilan Nadam chiqib ketgandan keyin nimalarnidir o'ylab uy ichida u yoqdan bu yoqqa mangdi. Yana xaritaga tikildi. Urush haqidagi kitoblardimi uchirmaydigan yangi ahvol uni qiynamoqda edi. U o'ylaydi. Mudofaada turgan dushmanga hujum qilish uchun uningdan 2 hassa, 3 hassa, hatto 4-5 hassa ustun askari kuchni to'plash lozim. Qahramonlikqa yo'linib urush qilganda butun polkimiz tugab ketishi mumkin. Hech bo'lmaganda dushman askari kuchining yarimiga teng bo'lsaqmi mayli edi. Texi dushman strategiyalik o'rinda. Buning uchun kuch yutkash eng kam bo'lganda bir polik yutkash kerak edi. Biroq nadin yutkash mumkin? Shimoliy frontdanmi, janubiy frontdanmi? U yerlardami jiddiy ilishishlar bo'lyotidi. Dushmanning orqasib qatnashini uzib tashlash zarur edi. Nizomiddin ig'ir tindi. Ushoq qo'riqlar paydo bo'lgan peshonasida qizirib ketgan quloq cho'rlarida ter tomchilari parqirdi. Uning xiyollari yana davomlashdi. Dushmanning yordam keladigan yo'lini uzib tashlash kerak. Biz uchun qanday foydali omil bor? Urush jiddiylashganda dushman orqasidan xalqning qiyqas chuqqanlari ko'tarilishi kerak. Hozirgacha ular yengilib kelyotidi. Avatgan qo'shinlari qaytmayotidi. Bu ular uchun ig'ir vahima. Kaynidagi xalqdan azraydi, cho'chuydi. Biri 2 bo'lib ko'rinadi. Bu mu ig'ir vahima. Vahima ichida qolgan qo'shin ching dastlab turolmaydi. Hujumdan ko'ra qochishni o'ylaydi. Chapayzining qisqa vaqt ichida taslim bo'lishi, Koni Shexodan qismlarining urushmayla qechishi, bu yerlarning yenidla turgan yangi Shexo uchun texmo ig'ir vahima. Qismlarimizning jangvorligi ustun, jangvor qo'shin o'limdan qo'rqmaydi. Bizning qo'shinni Shexo xalqi kutayotganligini hatto dushmanmi biladi. Mushundaq foydali omillar bo'lganlik uchun askariy kuchimiz yana bir hassa ishib, dushmanning yarimiga tenglasha olsak, biz cho'qim ustunlikka erisha olamiz, g'alaba qila olamiz. Cho'nqur xiyoldan beshini ko'targan Nizomiddin Aqilbekni chaqirib mundaq dedi. Bosh shtabdan kelgan aloqachilarga ayt, qo'mondonlik bizga 2 polik, bo'lmaganda 1 polik yo'tkab bersin. Ikkinchi, Kuytong daryosi ko'rikini ishg'ol qilib, dushmanning yordamga keladigan yo'lini uzib tashlashga darhol ayrim qo'shin avatsin. Xo'p, yo'ldosh polkovnik. Aqilbek burilib chiqib ketdi. Hayol qilmay, bosh shtabdan avatilib bu yerga texi yangila yetib kelgan aloqachilar guruhisining boshlig'i kirib keldi. Uning qizil pagonida 2 baldoq, 1 yulduz chaqnab turadi. Sizning talabingizni bosh qo'mondonlik, yo'ldosh general-leytenant
İsaqbek o'ylashgan ham o'rinlashtirgan. Sizga yordamga faqat birla polik, Tarbag'tay poliki keladi. Ular at sahar, kechikkanda kechda yetib kelishi mumkin. Dushmanning orqasiga o'tib, Kuytung daryosini egallashga raqamjan partizanlari avatilgan. Ular bugun yetib borgan bo'lishi mumkin. Undaq bo'lsa, nihoyat yaxshi, dedi Nizomiddin texmu jiddiylikda turib. Shexuga tashviqot varaqlari tashlanishi kerak. Bu atqan o'qimiz bilan tang qimmati, ahamiyati bor ish. Albatta, dedi mayor. Biz tashviqot mazmunini yozib qo'ygan. Hozir ko'paytirishga kirishimiz. Bu yerda uzoq turishga bo'lmaydi, yo'ldosh mayor. Dushman bizning o'rnimizni bilib qolsa, mo'lcharligisiz ig'ir oqibat keltirdi. Kech kirib qoldi. Qorong'u tushganda nishonlangan o'rinlarga berib joylashishimiz kerak. Fikringizga qo'shilaman. Nizomiddin batalyon komandirlarining 10 minutlik yig'inini chaqirdi. Har bir batalyonga tegishli vazifa yuklandi. Yurish boshlandi. Musraxun beg'ining g'arbiga polik shtabi joylashdi. Qismlar Shexoning shimolidan, az bir qismi g'arbidan ilgirlash vazifasini oldi. Shapsiz ilgirlash mushkul vazifa. Kecha jimjitligida teriq qilgan ovozmu dahshatlik anglanadi. Butun diqqat nazarani ilgirlashga qaratamsan yoki bosgan qadamingdan tevish chiqarmaslikmi? Ko'rmagan yerning o'y cho'nqiri to'la degan gap bor. Kim biladi? Biror cho'nqurliqqa paloqlab tushib ketarsan yoki biror narsaga putlashib yiqilarsan. Suvni shalaplatarsan. Qiyin yurish, qiyin ilgirlash, ehtiyot qilishga butun diqqatingni hamma ehtimollarga takshi sarf qilishga to'g'ri keladi. Jangchilar o'qlar orasida ilgirlashga qaraganda shapsiz ilgirlashning qiyinligini his qilishdi. Ko'mirdek qarayib turgan jimjit kecha surlik ko'rinadi. Na itlarning havshigan ovozlari, na uchar qushlarning sayrashlari, na hasharotlarning chirildashlari anglanmaydi. Hech qanday tevish anglanmagandan keyin potaylarning to'shiklaridan berilib turadigan o'tkir projektor nurlarimi o'chib qolgan. Ehtimol ularni tutib turganlarim o'gdab qolgandi. Bu foydali sharoitdan foydalanib tez ilgirlash kerak. Paqining kurkirgan ovozi anglandi. Qadamlarning ilinishi tezlashdi. Qora suvni bo'ylab kelayotgan 3-rota suvga tushdi. Suvning osti patqoq bo'lib, putni yulib ilishmi osonga tushmaydi. Har yo'tkiganda suv shalaplaydi. İlyas oldidagi jangchini turtib qo'ydi. U yana sayridi. Paqining kurkirgan ovozi anglandi. Ovoz xotirjamlikdan darak beradi. Bu qora suv Shexoning ichidan eqib keladi. Jangchilar suvning ichida. Ular kurkirgan sado bilan suv yoqsidagi kichikkina mahalliga yetib keldi va mengishdan to'xtab quloq soldi. Jimjitchilik. İlyasning pichirlagan ovozi anglandi. Bu yerdagi oilalarni go'midanchilar ko'chirayotgan bo'lishi mumkin. Tirikchilikdan asarmi yo'q? Shundoq, dedi yana bir jangchimi pichirlab. Ang bo'lmaganda ishlari havishgan bo'ladi-da. Mahalla Guristondak jimjitlikqa cho'mgan edi. Uylarning eshiklari hanqirqay ochiq, qo'tonlari bo'sh, to'xu kataklari o'rilgan, ba'zi eshik derazalari sungan vayronchilik. Suvdan chiqmay ilgirlash yana boshlandi. Suvning ba'zi yerlari paqalchoqqa kelsa, ba'zi yerlari yonpashqicha keladi. Putni suvning ichida siyirib yo'tkashga to'g'ri keladi. Jangchilar tuzlang yerga yetib kelganda, nadandur paydo bo'lgan o'tkir nur atrofni birdilla yo'ritibatdi. Yalt-yult qilgan tuz ziziqliq nurlardan jangchilar o'zlarini qochiradi. Lekin naga qochirg'ili bo'lsin? Suvdan chiqsang yonpash shaklda tuzlanglik. Suvga cho'kulay desang tez. Panohlangudek tuzuk joymi yo'q. Chekinish kerakmi? Ikki yoqqa tashlanish kerakmi? Suvlar shalaplab ketdi. Jangchilar sapsilib qarab oldida turgan cho'ng potayni va uning to'shkidan o'tkir nur berilayotganligini payqadi. Potayning to'shklaridan taraslab o'q uzildi. Shuning bilan o'likdek surlik kechining jimjitligi buzildi. Oldida ketib borgan jangchilardan bir nechtasi yiqildi. Ular mumkin qadar suvga yiqilmaslikqa tirishadi. Vijildigan o'qlar to'xtamay uchib keladi. Kaynidan toplar tushishga boshladi. Jangchilar tarqaldi. Dahshatlik ovozlar ko'tarildi. Kichik kurjaklar harakatga keldi. Hammasi yer qizishga kirishdi. Dushman potaylaridan oldida nur tushiralaydi. Ondan o'qlar uchib keladi. Jangchilar o'ngishsiz urush ichiga tushib qoldi.
chekinishgimi, olg'a ilgarilashgimi bo'lmaydigan vaziyat shakllanib, o'liklar, yaradorlar ko'payishga boshladi. Bu chog'da butun urush saflarida yaqin yiroqlardimi dahshatlik etishish ovozlari ko'tarilib ketgan edi. Bu qozondek cho'nqurliqda etishishlar, ilishishlar, asabiy vaqirashlar, jon talishlar osmonning qa'riga uchatdi. Shixu xalqi allaqachon uyg'onib ketgan. Gomindan qismlarining bu yerga ko'plab yo'tkilishi, ko'chalarda harbiy mashinalarning ansiz chirqirab bu yoqqa chepishi, tutqun qilishlarning ko'payishi, shaharda ko'rilmagan jiddiyliklarning avj ilishi, mana bularning hammasining siri bugun echildi. Kishilar texi o'zlari ko'rmagan 200 kilometrga yaqin yo'lni piyoda besib, bu yerga yetib kelgan jangchilarga o'ylaridan chiqmay nusrat tilab o'ltirishatdi. Birinchi batalyon Musraxunning beg'idan allaqachon halqib o'tib, Qaradong mahallasiga yaqinlab keldi. Yinju xuda yardir bo'lgan qo'li saqaymay, urushqa kirolmay, titit bo'lib ketgan Botir G'oziga batalyon komandiri yeliroqda batalyon bilan polik shtabi oraliqida sevezlik qilishga aran ruxsat qildi. U birinchi qitim polik komandirining buyrug'ini ilib keldi. Qaradongni egilab, abaron tutilsin. U yerning egizligidan foydalanib, ustunlik qo'lga keltirilsin. Anvar vaqirdi. Alg'a, yo'nalish bo'yicha alg'a. Birinchi rota o'ng tarafdan, ikkinchi rota so'l tarafdan, uchinchi rota o'ttirdan alg'a siljidi. Rota komandiri Gayit eng oldida o'milab baratdi. Uning quloq tuvida o'qlar vingildab uchatdi. Yo'ldosh komandir, yer beg'irlash kerak. Nadam chetda, yanpash yerda biri yugurib, bir o'milab ketib baratdi. Uning kaynidan varisjon qolmay mang'atdi va atrofiga ansizlik bilan qaraydi. Jangchilar birda qo'yuqlab, birda shalanglab qolatdi. U yo'g'on daraxtning kayniga o'tdi-da, yerga chaplashib yetib oldi. O'qlar kechini valvul yo'ritib o'chib qolatdi. U kaynidan etishning xatarlik ekanligini yaxshi bilardi. Shunga jangchilardan uzab, oldiga o'tib olgan edi. Dushman o'qlari jangchilarni to'xtatib qo'ydi. Varisjon avtomatini tanglab yatatdi. Yer beg'irlig'uvchilar o'tishga boshladi. Jamoldan o'tib ketdi. Yana bir jangchi o'tib ketdi. Uning oldidan Nadam o'tishga boshladi. Amdi etish kerak. Yomoniga kelsa, uchlisni atmamdim, deb o'yladi u. Faqat 1 sekund avtomat Nadamga to'g'rilandi. Biroq kutilmaganda yuqoridan yumilab birisi Varisjonning ustiga tushdi. Bu Rayhon edi. Varisjon cho'chib, o'diqib yo'nalishinimi o'zgartirmay qolgan edi. Siz qayoqqa ilgirlamoqchi? Qahri bilan so'radi Rayhon. Alg'a, ilgirlash nishoningiz qayoq? Beshim turab qolgan o'xshaydi. Nadamning ovozi anglandi. Alg'a, jangchilar, alg'a! Rayhon g'azab bilan xuddi komandirdek Varisjonga buyruq qildi. Qani, burilib ilgirlang. Chang to'zon, istutaklar dasidan ko'zlarila parqirab qolgan jangchilar hadab alg'a ilgirlaydi, yumilaydi, yer beg'irlaydi. Ba'zilari godanglarga tushib ketadi, tirishib chiqatdi. Ba'zilari chiqolmay qolatdi. Hammaning nishoni Qaradong edi. Batalyon Qaradong egizligini egiladi. Dushman o'qlari vijildab, yomg'irdak yig'ishqa boshladi. Urush podshohlarining ig'ir o'qlari egizlikka to'xtamay tushadi. Mana endi olg'a ilgirlash emas, panohlanish zarur bo'lib qoldi. Qismning shafqat hamshirlari o'liklar, yordorlarni to'shib qora targa cho'mildi. Zambirak o'qlarining oskolkalari nurg'un odamni sapdan chiqarvatadi. Yordor qo'li bo'yniga islagan Botir G'ozi polik komandirining javobini ilib keldi-da, batalyon komandiriga yetkazdi. Zambiraklarni ishga silishga bo'lmaydi. Anvar tit bo'lmoqda edi. Polik komandiri nimani o'ylayotgandi? Nimishqa ruxsat qilmaydigandi? Qaradongni egillagan qism dahshatlik bombardimon qilishning ostida qoldi. Davomi bor.